Gaz narxi bir yilda 39,2%, elektr energiyasi 18,8% qimmatlashdi. Statqo'm Statistika qo'mitasi 2025-yil dekabr oyida O'zbekistonda qaysi tovar va xizmatlar narxlarida o'sish kuzatilganini ma'lum qildi. O'tgan oyda mamlakatdagi inflyatsiyaning oylik darajasi 0,9%, yillik hisobi esa 7,3% tashkil etdi. Bu oxirgi 9 yillik dekabrlarida kuzatilgan eng past narxlar o'sishidir. Masalan, 2025-yil yanvarda yillik inflyatsiya darajasi 9,9% bo'lgan. Dekabr davomida mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari narxi 1,5% ga, nooziq ovqatlar 0,3% ga, xizmatlar 0,7% ga ko'tarilgan. Hududlar kesimida eng yuqori oylik inflyatsiya Xorazm viloyatida kuzatilgan bo'lsa, yillik hisobda narxlarning yuqori oshishi Qoraqalpog'iston va Farg'ona viloyatida qayd etilgan. Eng past yillik narxlar o'sishi Qashqadaryo viloyatida bo'lgan. Statqo'mga ko'ra, dekabrda qator mahsulotlar narxi keskin oshgan. Masalan, bodring 55,7% ga, baqlajon 55,9% ga, pomidor 25,1% ga, bulg'or qalampir 22,9% ga, karam 22,8% ga qimmatlashgan. Muhim oziq-ovqatlar tuxum 3,4%, go'sht 0,5%, sut va yog' 0,4% narxlarda ham o'sish kuzatilgan. Oy davomida benzin 2,4% ga, propan 1,3% ga, aviatsiya chiptalari narxi 2% ga oshgan. O'z navbatida uyali aloqa xizmatlari narxi ham 5,9% ga, bank xizmatlari 3% ga, chiqindi tashish 3% ga ko'tarilgan. 2025-yil dekabrda yillik hisobda 2024 dekabr nisbatan gaz narxi 39,2% ga, sovuq suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari 35,1% ga, maishiy chiqindilarni olib ketish 32,5% ga, suyultirilgan gaz 25% ga, elektr energiyasi 18,8% ga oshgan. Issiq suv ta'minoti 11,9% ga, isitish xizmatlari 11,5% ga qimmatlashgan. Benzin narxi bir yilda 11,9% ga oshgani e'lon qilindi.